200 kilo 400 ming pul olganniki paxta yaxshida. Oxirona assalomu alaykum. Ayni paytda butun respublikamiz bo'ylab paxta terim mavsumi avjida desak ham bo'ladi. Jumladan biz hozir Toshkent viloyati Global Textilga qarashli paxta dala maydonidamiz. Izohlarda yozib keting. O'rtacha bir kunda agar paxtaga chiqayotgan bo'lsangiz, necha kilo terayapsiz va bir kunda necha pul daromad qilayapsiz? 150 kilo, 200 kilo paxta teryapman. Issiq ovqatlar yaxshi, vaqtida berilyapti. Bu yil o'g'limni uylantiraman, qiz chiqarganman. Vaqtida pulimizni beryapti, vaqtida yog'imizni beryapti. 100 kiloga bittadan yog' beryapti. Paxtadan 200 kilo 400 ming pul olganniki paxta yaxshida. Bir kunda shu kamida 100 teryapmiz, 150. 100 kiloga bitta yog' olyapmiz. Obedlarimiz o'z vaqtida. 250 ming, 300 ming qilyapmiz o'rtacha. 150 kiloga boryapmiz. Paxtalar yaxshi, xudoga shukr, hozir 300 ming. 300 ming ishlayapsiz. 300 ming ishlayapmiz. 300 ming topsa bo'ladimi? Topsa bo'ladi, ha. Vaqtida olyapmiz. Kechagina 5 kunlikda oldik. 1 milliondan oshig'ida oldik. Endi xudo xolasa to'ygada. Kombayn haydovchisini ham agar o'rtacha bir kunda 20 tonna atrofida paxta tersa, kuniga 500 ming premialnisi bor ekan. So'ra. Missing get cheer,